Assalomu alaykum aziz do'stlar va Allohga shukr, Xudoga shukr, yana qaytdik, nasib qildi yana efirga chiqish. Biz azizlarga quvonch, baxt va ilm ulashish. Xullas biz harakat qildik. Antikorrupsiya keyin Facebooklarda harakat qildik. O'sha aytilgan ilm fan Xitoy, Amerika, Rossiyani tiz cho'ktirish hammasi aytildi. Endi bizdan harakat qolyapti, xolos. Harakat va harakat. O'sha hokimiyat organlariga bu yetib bordi. Prezident bizga ham xudo xolasa o'sha qudratli sun'iy intellekt ham yaratilyapti. Xudo xolasa shu 1-2 yil ichida Rossiya ham, Amerika ham, Xitoy ham deyarli bas kela olmaydigan darajaga yetamiz. Endi O'zbekiston rivojlanyapti. Oldingidan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Oldingidan ko'ra mustahkamroq. Xalq oldingidan ko'ra yanada farovonroq, yaxshiroq yashaydi. Tez orada hammasi bo'ladi. Faqat sabr kerak, sabr kutish kerak. Sabr kerak, xolos. Aytilganlar hammasi bajarilyapti. Shu 1-2 yil ichida Xitoy ham, Rossiya ham, AQSh ham straight cho'kadi. Ilm-fan rivojlantirilyapti, sun'iy intellekt, kibernet, internet, ilm-fan hammasi rivojlanyapti. Tez orada hammasi rivojlanadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi davlatni o'sha kim boshqarsa ham, masalan hozir balki kimdir yana yangi bosh vazir bo'lar yoki o'rnida qolar. Masalan prezidentimiz oldida yana kimdir paydo bo'lar. Masalan Allamjonovmi, Oybek Tursunovmi yoki boshqa bir aqlli shaxsni davlatni kim boshqarsa ham yoki kimlar yo'naltirsa ham, kimlar nazorat qilsa ham, eng muhimi adolatni birinchi o'ringa qo'ysin, yo'q. Kim boshqaradi, kim nazorat qiladi? Farqi yo'q. Eng muhimi adolat, rostlik, yaxshilik birinchi o'rinda tursin, saxovat, mehr-oqibat shu. Xavfsizlik birinchi o'rinda tursin, doimo xavfsizlik birinchi o'rinda tursin, doimiy. Har bitta viloyat, shahar, tuman, qishloqlarga asosan poytaxt, shaharlar, ashlarga, keyin boshqa joylarga kuzatuvchi robot dronlar qo'yilsin. Shunaqa texnologiyasi bor dronda. Hattoki 10 kunlab zaryadsiz yashay oladigan dronlar bor. Uni ham ishlab chiqsa bo'ladi. Oson, juda ham oson. Ya'ni u dron 10 kunlab yoki 3 kunlab, bir haftalab o'chmasdan ishlaveradi. Faqat bitta narsasini ishlash kerak, O'zbekiston sharoitiga moslashtirish kerak, issiqda qizib ketmaslik kerak, shunaqa bo'lish kerak. Va kamera, Wi-Fi va hokazo. Lekin xavfsizlik kuchaygan deb bilaman o'zi. Xavfsizlik bor, kuchaygan. Oldingidan ko'ra yaxshi. Lekin jangovar robot itlar, masalan, lazer otadigan yoki pulemyot o'rnatilgan robot itlar yoki lazerli dronlar qo'yilish kerak-da. Hammasi qo'yilish kerak. Aytmoqchi bo'lganim bu mudofaa uchun. Shu asosan. Meni bilishimcha xavfsizlik birinchi o'rinda. Lekin nima bo'lsa ham davlat kimlar boshqaradi, kim nazorat qiladi yoki kimlar kim bo'lsa ham, kimlar bo'lsa ham, amaldagi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kim bo'lsa ham yaxshilikni birinchi o'ringa qo'ysin, adolatni birinchi o'ringa qo'ysin. Ilm-fan hammasi. Ko'proq xalq bilan maslahatlashib ish qilinsin, kelishib, ahillik bilan shunaqa gaplar. Korrupsiya, monopoliya, umuman moliyaviy, siyosiy jinoyatlar, iqtisodiy jinoyatlar qattiq kuzatuvga olinish kerak-da. Buning uchun o'sha qudratli sun'iy intellekt yaratilsa, o'sha boshqarish kerak.
o'sha tizimni, sistemani boshqarish kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi sutki bo'ladi. Hammasi sutki bo'ladi. Hammasi zo'r bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin prezidentimiz umrlari uzun bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, davlat zo'r boshqaryapti. Yomon demaymiz hech kimimiz. Qarshi emasmiz. Alloh shu insonga shu davlat taxtini beribdimi, Allohga shukr deb yaxshilik yo'lda boshqaryapti. Nima, yomon joyi yo'q. To'g'ri, u insonga sal qiyin bo'lyapti. Ya'ni yordam beradiganlar deyarli kam yoki kimlardir istamayapti buni. Boshqa kuchlar, o'z manfaatlarini o'ylaydigan kuchlar istamayapti-da buni. Endi O'zbekiston rivojlanib ketadi. Adolat bilan bo'lsa hammasi yaxshi ketadi. Shu asosan. Hammasi yaxshi. Chotki ketadi. Hammasi yaxshi ketyapti. Oldingidan ham yaxshi. Sistema zo'r. Shu qo'shni davlatlar, Yevropa, Sharq, Osiyo, G'arb, Amerika, Hindiston, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya davom etaversa, ilmiy, iqtisodiy, ishlab chiqarish hamkorlik, harbiy, siyosiy, texnologik hamkorlik, savdo sotiq hammasi davom etaversin. Lekin nima desa bo'lar ekan? Masalan, shaffof ketish kerak hammasi. Prezidentimiz aytgandek shaffof. Tarozi ikki pallada muvozanatda ketish kerak. Bir tomon og'ib ketmaslik kerak va hokazo. Biz shunday qilishimiz kerak. Iskandar Zulqarnayn rahmatli qo'llagan tizimni qo'llashimiz kerak. O'ylab ko'rilsa, Iskandar Zulqarnayn 2000 yil avval, balki undan ham ko'p yil avval shunaqa tizimni boshqargan. Bu tizim yaxshi ishlagan. Oddiy xalq uchun ham, davlat uchun ham gullab yashnarkan. U nima qilgan? Asosan xalqqa yengilliklar yaratib bergan, soliqlarni kamaytirgan, imkoniyatlar ochgan, korrupsiya, adolatsizlik, jinoyat, o'g'rilikka qarshi kuchli tizim yaratganda 24 soat kerak bo'lsa, o'sha Rum askarlari, Iskandar askarlari xalqni kuzatgan, nazorat qilgan, qo'riqlagan, yordam berganda qayerda bo'lsa ham, masalan, savdo yo'llari bilan, boshqa yer bilan hamma yerda asosan shu. Lekin tizim yaxshi ketyapti. Yaxshi, juda yaxshi. Aytmoqchi, men yangi sovg'alar tayyorlab qo'yganman. Yangi innovatsion loyihalar, masalan, qudratli dunyo o'yini. U o'yinda xuddi shu haqiqiy hayotdagi kabi inson istagan narsasini qila oladi. Lekin bu o'yinni yaratish uchun kamida 1 milliard AQSh dollar investitsiya kerak bo'ladi. Sun'iy intellektlarni aralashtirilsa bu o'yin 3 yilda yaratiladi va bu o'yin trillionlab AQSh dollarlarga baholanadi. Butun dunyo mamlakatlariga sotilishi mumkin-da bu. Bu o'yin qanaqa endi? Zo'r o'yin, strategik, simulyator va hayot o'yini. Xuddi GTA 5, Grand Mobile va hokazolarning birlashtirilgan versiyasi gibrid. Yana ko'p loyihalar bor. Mudofaa uchun asosan shu nanobotlar yaratilishi kerak. Nanobotlar havodan ham kichkina, mudofaasi kuchli bo'ladi. Yaxshi qo'riladi. Nanobotlar asosan yaxshi. Keyinchalik kelajakda yaratiladi bu nanobotlar. Dronlardan ham kuchli-da bular. Shunchaki bular harakatdagi olovda nanobotlar. Harakatdagi yadro, harakatdagi atom. Ular texnologik hamma narsani kuzatadi, eshittiradi, ko'rsatadi, shunday-da. Ya'ni zarrali nima desam bo'lar ekan? Shunaqa. Sun'iy yo'ldoshning zarrali qismi, lekin u hujum ham qilishi mumkin. Lazer, yadro va hokazolarni, hattoki eng kuchli tanklarni ham ishdan chiqarish mumkin-da. Hamma narsa. Hattoki eng qudratli ballistik yoki satellit tovushdan tez yoki nur tezligidagi raketalar,
har qanday narsani to'xtatib qo'yishi mumkin, izdan chiqarishi mumkin yoki yo'nalishini o'zgartirib yuborishi mumkin. Xavfsizlik uchun shu ham to'g'ri keladi. Keyin robot askarlar ham kerak. Robot askarlarga o'q o'tmaydi birinchidan, ikkinchidan ular yaxshiroq sezadi, ya'ni atrof muhitni sezish sensorlari, tovushlar, har qanday masalan qurilmalarni ular ko'radi, insondan ko'ra yaxshiroq ko'radi ular. Bomba bilan boshqa narsa bo'ladimi? Binolarni ham skanerlay olishadi ular. Qayerda snayper turibdi, qayerda bir narsa. Bu yerda rentgen nurdek ko'radi ular. Mudofaani kuchaytirish kerak shuncha. Mudofaa kuchli bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Hammasi yaxshi ketyapti. Provokatsiyalarga berilmanglar do'stlar. Hech qanday provokatsiyalarga berilmanglar, iltimos. TikTok bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, Facebook, YouTube boshqa yer bo'ladimi? Hech qanday davlatga qarshi harakatlarga qo'shilmanglar, provokatsiyalarga berilmanglar, iltimos. Bular hayotinglarga tupikka kirib qo'yadi. Uzoq muddatli qamoq tupikka kirib qo'yadi. Shuning uchun hech qanday provokatsiyalarga berilmanglar, aziz do'stlar, iltimos. Aytmoqchi, Eltuzni ko'proq kuzatinglar, shu yerda ham foydali ma'lumotlar bor-da. Yaqinda bitta akamiz shu vodiylik hamyurtimiz TikTokda provokatsiyalarga berilib, kimlarnidir yoki qanaqadir tashkilotlar, shaxslarning yolg'on va'dalariga ishonib, masalan, senga pul qilib beraman, uy qilib beraman, mashhur bo'lasan degan gaplarga ishonib 7 yilga qamalib ketdi akamiz. TikTok orqali provokatsiya uyushtirganda, u fitnachilarga qo'shilib, yana ikkita odam bilan shunday qilingan, prezidentimizga qarshi gapirgan va hokazo. Nima keragi bor shu? Dilxiralik kerak yo'q-da, dilsiyog'lik. Umuman kerak yo'q-da. O'zi hozir vaziyat juda ham qaltis, kerak emas-da bizga. U ketsin, bu ketsin, unaqa qilsin, bunaqa qilsin. Umuman kerak emas. Shuning uchun provokatsiyalarga berilmasdan aql ishlatib osuda harakat qilaylik, ilm-fan bilan bo'laylik. Hammasi yaxshi ketadi. Xudo xolasa rivojlanamiz, yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Provokatsiyalarga berilmaslik kerak shuncha. Bo'lmasa qamoqqa olib kirib qo'yadi. Tiqib qo'yadi qamoqqa. Hazlashmayapman. Provokatsiyalarga berilmanglar, iltimos, yoshlar, O'zbekiston yoshlari. Xayr.